Hanna 26 yoshda. Bozordagi sotuvchi qiz qanday qilib mashhur bloger va tadbirkorga aylandi? Fitna, Saodat kabi seriallardagi roli bilan tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan aktrisa Xonzoda Qambarova 12-mart kuni 26 yoshni qarshiladi. Xo'sh, aktrisa, bloger va omadli biznes egasi bo'lgan Xonzoda Qambarovaning muvaffaqiyat siri nimada? Keling, quyida bu kabi savollarga javob izlaymiz. Xonzoda Qambarova san'atdan butunlay yiroq bo'lgan oilada kenja farzand bo'lib dunyoga kelgan. Uning opasi va akasi bor. Hayot insonni tarbiyalash bilan birga fe'l-atvorga ham o'z ta'sirini o'tkazar ekan. Bolaligimda uyatchan, yuvoshgina qiz bo'lganman. Afsuski, oilamizdagi moddiy qiyinchiliklar sabab bolalik yashini ham his qila olmaganman. Men tug'ilmasimdan avval dadam tadbirkorlik bilan shug'ullanib, O'zbekistonda Volga avtomobili sotish bilan shug'ullangan ekan. Opam va akamning bolaligi aslzodalar singari o'tgan. Men tug'ilgach dadamning ishi chapasiga ketib kasodga uchragan. Xullas, moliyaviy qiyinchiliklar sabab bolaligim havas qilgudek o'tmagan. 7 yoshimdan boshlab sut, qatiq sotib mustaqil pul topishni boshlaganman. Aktrisa bo'lgunga qadar shirinlik, xo'jalik sovuni va kiyim-kechak ham sotib ko'rganman, deydi aktrisa. Xonzoda Qambarovaning san'atkor bo'lishiga birinchilardan bo'lib otasi qarshilik qiladi, ammo onasining qo'llab-quvvatlashi sabab u boshqalarga aytmay san'at kollejiga o'qishga topshiradi. Onam san'atga qiziqqan bo'lsa-da, dadam bu sohani tanlashimni istamagan. Hatto maktabni bitirishim arafasida san'at kollejiga hujjat topshirsang, oyog'ingni sindiraman, bir umr uyda o'tirasan deb ogohlantirgan. Maktab shahodatnomasini olgach, onamga qo'ng'iroq qilib, qaysi kollejga hujjat topshiray deb so'raganman. Bilmadim, ko'ngling nima desa shuni qil deb go'shakni qo'ygan. Onamning bu gapi kuch bag'ishlab Toshkent madaniyat kollejiga hujjat topshirganman. Rosti kirish imtihonlariga umuman tayyorgarlik ko'rmaganman, shuning uchunmi mening o'qishga kirishimga hech kim ishonmagan. Imtihonga kirishdan avval internet orqali monolog nima ekanligini o'qib olganman. Ijodiy imtihondan yuqori ball olib, drama aktyorligi bo'limiga o'qishga qabul qilinganimda hamma shokka tushgan. Ammo bu bo'limda o'qish nasib etmadi. Boisi drama aktyorligi bo'limidagi mashg'ulotlar shomga qadar davom etar ekan. Afsuski, oilaviy sharoit sabab uzoq vaqt o'qishda qola olmasdim. Chunki dadamning ishlari yurishmay qolgach, hammamiz ishlashga majbur bo'lganmiz. Onam Abu Saxiy bozordagi sotuvchilarga do'konma-do'kon yurib kosmetika sotardi. Akam o'qishdan keyin yarim kechga qadar choyxonada ishlardi. Men esa ovqat qilish va onamga yordamlashishga mas'ul edim. Onam bilan og'ir xaltalarni ko'tarib har bir do'konga kirib kosmetika olinglar, nasiyaga ham beramiz deb chiqardik. Xullas, kechgacha o'qish menga to'g'ri kelmasdi. Shunda kimdir an'anaviy xonandalik bo'limida o'qishni tavsiya qilgan, chunki ularda dars tushdan keyin tugar ekan. Ana shu jihati ma'qul bo'lgani uchun drama aktyorligi bo'limida o'qishdan voz kechganman. Ammo u paytda maqom qo'shiqlar bo'yicha o'qish xayolimga ham kelmagandi, deydi aktrisa va bloger Xonzoda Qambarova. Xonzoda to'ylarga chiqib pul topishga majbur bo'lgani va ba'zi paytlar bundan afsuslanishi haqida aytib o'tdi. Kollejning 1-kursda o'qiyotganimizda ustozlarimiz to'yga olib chiqishgan. Adashmasam o'shanda 50 ming so'm pul berishgandi. Mana shundan keyin to'ylarga chiqib bek vokal xonanda sifatida ishlab pul topishim mumkinligini tushunganman. Ijaraga ko'ylak olib to'ylarga chiqishga qaror qilganman, chunki o'sha paytda onam kun bo'yi ishlab 50 ming, akam 30 ming topsa, men bitta to'ydan 150 ming so'm haq olardim. Ro'zg'orimiz yaxshilanayotganda oila a'zolarim ham quvongan. Ammo men ba'zida bundan afsuslanaman, chunki o'quvchilik yillarimning eng shirin paytlari to'ydan to'yga yugurish bilan o'tgan. Ammo to'yning ham yaxshi tomonlari bor. Juda ko'plab mashhur san'atkorlar ham to'y xizmatlari sabog'ini olib mashhurlik cho'qqisiga yetgan, deydi Xonzoda Qambarova. Aktrisa to'ylardan olgan daromadini to'plab ilk mashinasini sotib olgani haqida ham eslab o'tdi. 17 yoshimdan boshlab jamoa bo'lib to'y tantanalarida ishtirok etardik. 1 yil davomida ishlab topgan pulimni yig'ib mashina olishga qaror qilganman. Chunki mashina oilamiz uchun juda kerak edi. 18 yoshimda o'zimning Spark'im bo'lgan. Undan keyin to'yimni o'tkazganman, deydi bloger Xonzoda Qambarova. Kino va seriallardagi rollari bilan san'at olamiga kirib kelgan Xonzoda kelinlik uydagi qarshiliklar sabab Vayner bo'lishga majbur bo'lgani haqida gapirdi. 2014-yili Men yolg'onchiman nomli filmda suratga tushganman. Bu hayotimda tub burilish yasagan. 2017-yili Zarina Nizomiddinova bilan Saodat serialida suratga tushib, 1 million so'm gonorar olganman. Undan keyin Bravo kulgu jamoasiga taklif etilganman. 2019-yili jamoa bilan katta sahnaga chiqish baxtiga muyassar bo'ldim. Afsuski, kuz oyida turmushga chiqqanimdan keyin ijodiy rejalarim o'zgardi. Kelinlarning syomkalariga borishi mumkin emasligini aytishgach, uyda Vaynerlik faoliyatimni rivojlantirishga e'tibor qaratdim, deydi aktrisa. Shu kungacha ko'plab oilaviy muammolarga uchragan aktrisa nega turmush o'rtog'ini tanlagani va oilaviy nizolarni qanday yengib o'tganini ochiqladi. Avvaldan
oila uchun san'atni tashlayman degan fikr bo'lmagan, chunki men bolaligimdan karyera va oilasiga birdek e'tibor beradigan ayollarni hurmat qilganman. Turmush o'rtog'im uzoq yil Rossiyada yashagani va fikrlash doirasi yevropacha bo'lgani uchun uni tanlagandim. Ammo oilasi sof o'zbekona bo'lgani uchun o'rtamizda ba'zi tushunmovchiliklar bo'ldi. Ya'ni ularga san'atkor ekanim va vaylar suratga olishim yoqmadi. San'atni tanlab kino syomkalarida ishtirok etmasligim mumkin, ammo sevimli ishim bilan shug'ullanishimga ruxsat berishlarini istagandim. Chunki ayol kishi ham oilasi va farzandidan ortib o'zi uchun ham yashashi kerak. Men boylikka uchgan yoki karyera uchun oilani bir chetga surgan inson emasman. Agar shunday bo'lganda badavlat inson bilan tanishib, oila qurishni ham ortga surib yurgan bo'lardim. Ammo bunday yashash menga to'g'ri kelmaydi. Nizolar hatto sudga ajrim berishgacha borib taqaldi. Men u insondan alohida ham yashadim. Ammo keyin o'tirib hammasini ochiqchasiga gaplashib oldik. Bir-birimiz nima istashimizni bildik. Keyin hammasini boshdan boshladik, deydi Xonzoda Qambarova. Aktrisa nega seriallarda suratga tushmayotgani haqidagi savolga quyidagicha javob berdi. Serial va kinolarda kam suratga tushayotganimning ikkita sababi bor. Yaxshi ssenariylar deyarli yo'q. Ba'zan nima haqida serial suratga olishayotganini ham bilishmaydi. Keyin serial gonorari juda kam. Bir necha oy suratga olinadigan serialda 10-15 million so'm gonorar beramiz deyishadi. Ammo men Instagramdagi bitta reklama postini $1000 joylayman. Shu bois deyarli rol ijro etishni istamayapman. Keyin ba'zi mashhur aktrisalar pul berib bo'lsa ham yaxshi rollarni sotib olishyapti. Men ham shunday qilsam bo'ladi, ammo jiz etadigan ssenariy yo'q. Yaxshi roli bo'lsa gonorarsiz ham suratga tushishga tayyorman. Ammo hozircha bunaqasi uchramayapti. Ilk ijodini Bravo kulgu jamoasida boshlagan aktrisa keyinchalik nima uchun aristokratlar jamoasi yigitlar bilan ijod qilayotgani haqida aytib o'tdi. Jahongir bilan avvaldan tanishmiz. 1-2 marta aristokratlar ko'rsatuvga mehmon sifatida chaqirishgandan keyin jamoaga qabul qilasizlarmi, shunchaki ishtirok etib yuravermayman-ku dedim. Bo'lmasa Otabek Mirzaxolov bilan gaplashib yana Bravo jamoasida ishtirok etaman deb rejalashtirgandim. Chunki Bravo jamoasining 2019-yilgi konsert dasturida ishtirok etib, tajriba orttirganman. Jahongir Xo'jayev, agar bizning jamoada ishtirok etsangiz, boshqa konsertlarda ishtirok eta olmaysiz dedi. Shundan keyin aristokratlar jamoasini tanladim, ammo hali yarq etib ko'zga ko'rinadigan rol ijro etganim yo'q. Chunki jamoa katta rol berishdan avval meni sinashga, fe'l-atvorimni o'rganish kerak. Jamoa a'zolari kelayotgan yil boshida konsert berishni rejalashtirmoqda. Agar sog'lig'im ko'tarsa, konsertda ishtirok etaman, deydi Xonzoda Qambarova. Bugungi kunda bloger va vaynerlik eng daromadli sohalardan biri hisoblanadi. Aktrisalikdan ketib bor e'tiborni Instagramga qaratayotgan Xonzoda Qambarova qancha daromad topadi? Hozirgi kunda barcha daromadimni Instagramdan deya olmayman, chunki go'zallik saloning va kelin ko'ylaklar ijarasi bilan shug'ullanaman. 18 yoshimda o'z kuchim bilan Spark olib, 23 yoshimda esa Captiva xarid qildim. Undan keyin uy, mashina, xususiy biznes. Shundan daromadim haqida bilib olsangiz bo'ladi. Hozir ham reklamalar ko'p keladi, ammo avvalgidek ijodiy videolar olishga vaqtim yo'q. 3 ta bola bilan hech narsaga ulgura olmayman, deydi Xonzoda Qambarova.